Qo'y yo'lga tushdi mana. Bugun 23-aprel 2025-yil 4-oy. Hammaga assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bo'lsa qo'yni mana haydab jo'nadik cho'ldan. Bog'chidaga borib o'tamiz. Kamazga chiqlaymiz ertaga. Turg'un. Qo'ylarni ham bo'lsa jo'natdik. Endi uyga qaytamiz. Uyga borib ertaga ertan bilan boramiz bog'chada. Kamazga o'tamiz. Ketyapti qo'y. Mashina bilan boramiz. Kamazga chiqib. Havoyim qizib ketdi. Hammasi xos bo'lib qurib qoldi. Mana uyda. Ketamiz. Uyga borib dam olayotgani. Uy ketyapti. Buvoqlar shunday va oshib ketadi endi balandga. Mana bugun 24-aprel bo'ldi chiqlar. Kamazlar kelib boshladi. Mana hozir kamazlar keldi. Endi qo'ylarni ortib boshladik. Mana boricha qo'zilar ortilyapti. Birinchi baland kletkalarga, pastki kletkalarga bo'lsa sovliqlarni ortamiz. Xudo xolasa. Bog'chidadan to'g'ri Yostaran olib boramiz. Mana qo'y ortish jarayoni. Bir kamaz qo'ydik bo'lsa, ris narxi bir kamaz qo'y olib borishi 2000 somondan to'g'ri keladi. Tojikiston somoni hisoblaganda bog'chidadan to Yostaranning o'ziga qadar, shu daraga qadar 2000 somon bilan chiqadi. Bir kamazga 150 dona qo'y olibdi. Bu yil bo'lsa Chog'ilga qo'y haydab bormadim men. Joyimga boshqa odam qo'yildi, boshqa odam bordi. Nasib bo'lsa 7-8 may kunlaridan keyin videolarni davom ettirib olib ketib internetga qo'yishga harakat qilamiz. Sheriklarimizdan kutib qolamiz videolarni. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa jo'natib tursa internet, WhatsApp orqali biz qo'yib turamiz. Hozircha uyda qo'y joylashib olgandan keyin 7-8 yillardan keyin boraman qo'ygandan keyin videolarimizni davom ettiraman. Bu qo'l ko'tarayotgan amak bu O'tkir amak. Nasos qishloqdan bu 5-sovxozdan.